Qisqasi, o'zbekistonlik hakam keskin tanqidlar ostida qolmoqda. Ilgiz Tantashev Fransiya Paragvay o'yinini boshqarganidan so'ng ayrim xorijiy mutaxassislar uning uchrashuvini Jahon chempionati tarixidagi eng omadsiz hakamliklardan biri deb baholamoqda. Fransiyaning L'Equipe nashri Tantashevga 10 balldan 1 baho berdi. Bundesliga hakami Patrick Itrix esa u bu darajadagi o'yinga tayyor emasdek ko'ringanini aytdi. Asosiy e'tirozlar Paragvayga bitta ham sariq kartochka berilmagani, ayrim qo'pol harakatlar vaqtida baholanmagani, penalti faqat VARdan keyin belgilangani va o'yin oxirida janjal to'liq nazorat qilinmagani bilan bog'liq. FIFA hozircha o'yindan keyingi mojaroni o'rganmoqda. Tantashevga yana bir o'yin boshqarishga beriladimi yoki yo'q, bu katta so'roq ostida. Ba'zi sayt va bloglarda esa bunday katta omadsizlikdan keyin o'zbekistonlik hakamga boshqa hech qachon jahon chempionati o'yinlari boshqaruvi berilmasligini taxmin qilishmoqda. Afsuski. Siz bu o'yinni ko'rdingizmi? Fikrlaringiz qanday? Izohlarda yozing.